Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 26-iyundan 29-iyun kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 28-iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim joylarida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Vaqti bilan 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 26-dan 28-iyungacha 20-25 daraja iliq. 29-iyunda 18-23 daraja iliq. Kunduzi 26-27-iyunda 32-37 daraja issiq. 28-29-iyunda 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 27 va 29-iyunda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 26-dan 28-iyungacha 39-44 daraja issiq. 29-iyunda 32-37 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 29-iyunda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 26-27-iyun kunlari kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 35-40 daraja issiq. 28-29-iyunda kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 28-iyunda 37-42 daraja issiq. 29-iyunda 32-37 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 27 va 29-iyunda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq. Kunduzi 26-dan 28-iyungacha 39-44 daraja issiq. 29-iyunda 37-42 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 26-iyunda 33-38 daraja issiq. 27-dan 29-iyungacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26-dan 28-iyungacha 25-30 daraja iliq. 29-iyunda 22-27 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.